Voy voy, telefonda o'tirib ko'ydiribdi deb o'ylab turibmisizlar? Yo'q, balam uxudan turib qoldi. Shuning uchun karavotga qoldim. Shunga salgina ko'yib ketdi, lekin mazasi shunga mazali bo'ldi. Sizlar sal qartirib olsangiz, shunday zo'r bo'ladi. Ishimizni bir pachka sariyog'ni solib, 4 kasa un solib, xamirni ovalashdan boshlaymiz. Üzümni 200 gram smetanani, 1 qoshiq chay soda solib, aralashtirib uni ham solib beramiz. Keyin tuxum solamiz, tuxumni sarisini solib beramiz. Xamir etamiz, yumshoqroq xamir bo'ladi. Ozgina xolodilnikka qo'yib olasizlar. Yozish oqsat bo'lishi uchun. Boshda bir qatini pishirib olasizlar, o'rtasini, keyin bizez o'tib, bizemizga 4 dona tuxum soldim, 1 kasa shakar soldim, undan bize etdim. Keyin videodagidek etib atasizlar. Ichine g'oz, kishmish solishlaringiz mumkin. Men g'oz soldim. Bu retsept ishonchli retsept, qadimdan keltirilgan retsept. Bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Og'izlaringizda erib, shunday mazali bo'ladi. Sizlar bilan Xorazmga yo'llanma yaqinda ishtaha. Negativ Allah sizlarni sog'inganman. Bemalol yozaveringlar.